Assalomu alaykum. Men Omonov G'amov Sodiq, Toshkent kimyo texnologiya instituti 22-26 guruh talabasi bo'laman. Bugun menga berilgan kursning mavzusi amin yordamida regeneratsiya gazlarini tozalash. Bu sxemani qisqacha tushuntirib o'tadigan bo'lsam, regeneratsiyalangan gaz seolit qurilmasiga 4-5 megapaskal bosim orqali 70 gradusda E1 gaz separatiga kelib tushadi. Bu yerdan vodorod sulfid va karbonat gazlari va turli xil suyuq uglevodorodlardan tozalanadi. Tozalangandan so'ng bu yerda cover, ya'ni absorberga boriladi. Absorber qurilmasiga boradi. Bu absorber qurilmasida absorbent sifatida biz dietanol aminning 20-25% eritmasidan foydalanamiz. Bu yerda vodorod sulfid va karbonat angidek dietanol aminning 25% eritmasi bilan absorpsiya jarayoniga kirishadi. Absorpsiya jarayoniga kirishadi. Bu yerdan absorberning yuqori qismidan E3 ajratgichga borib tushadi. Bu yerdan gazimiz 3.8-4 megapaskal bosim va 35-40 gradus Selsiyda iste'molchilarga beriladi. Absorberning pastki qismidan nasos orqali E3 shamollatgichga keladi. Shamollatgichda bu yerda bosimimiz 0.5 megapaskal bosimga tushadi. Tushganligi sababli bu yerda vodorod sulfid va karbonatdan tashqari boshqa nordon gazlar ajralib chiqadi. Bu yerda shamollatgichdan so'ng E4 yig'uvchi idishga tushadi. Yig'uvchi idishdan so'ng bu yerda to'yintirilgan dietanol amin eritmasi quvurlar aro isitgichga borib tushadi. Bu yerdan so'ng to'yintirilgan dietanol amin eritmasi 105 gradusgacha qiziydi. Qizigan dietanol amin eritmasi desorber qurilmasiga borib tushadi. Desorber qurilmasining pastki qismidan yana quvurlar aro ichki isitish tizimiga tushadi. Bu yerdan to'yintirilgan dietanol amin eritmasi issiqlik almashtirgichiga borib tushadi. Bu yerda issiqlik almashtirishdan bosimimiz 0.1 megapaskal bosim va 125 gradusda E5 yig'ichga borib tushadi. Yig'ichda nasos orqali X1, ya'ni sovutgich bu yerda ikki qismda absorberga uzatib beradi. X1 sovutgichimiz absorberning yuqori qismidan eritmamizni yetkazib bersa, bu yerdagi X2 sovutgichimiz esa absorberning 20-tarelkasiga to'yintirilgan dietanol amin eritmasini yetkazib beradi. Shu yerda siklimiz tugaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.